Bilim Box. Assalomu alaykum hammaga azizlar. Bu mening YouTube'dagi ikkinchi videoyim. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bu safargi videoyimiz ilm va falsafa sultoni bo'lmish Abu Nasr Farobiy haqida bo'lib o'tadi. Tasavvur qiling, bir inson 1000 yil oldin yashagan, ammo bugungi zamonaviy jamiyat hali ham uning fikrlaridan ilhom olmoqda. Kim edi bu inson? Nima uchun u Sharqning Aristoteli deb ataladi va qizig'i bu daho siz bilan bir makondan, O'rta Osiyodan chiqqan. Bugun sizga buyuk faylasuf, olim, musiqashunos va insoniyat tafakkurining ustuni Abu Nasr Farobiy haqida so'zlab bermoqchiman. E'tibor bering, bu oddiy tarjimai hol emas. Bu ilm, iroda va tafakkur qudratining hikoyasi. Farobiy milodiy 870-yilda hozirgi Qozog'iston hududidagi Farob, ya'ni Faryab degan shaharda tug'ilgan. Bu yer o'sha davrda ilm va ma'rifat markazlaridan biri bo'lmasa-da, ilmga chanqoq oilalarga boy makon edi. Farobiyning otasi Turkiyaga kelib chiqishga ega bo'lib, harbiy xizmatda bo'lgan, biroq o'g'lining qalbi ilmga oshno edi. U Qur'onni yod olgan, mantiq va tibbiyotga qiziqqan. Mahalliy mudarrislar unga bilim bera olmagach, u olis safarga, ya'ni Bag'dodga yo'l oladi. Bag'dod o'sha paytda dunyodagi eng katta va eng yirik ilm markazi edi. Kutubxonalarda minglab asarlar, ilmiy tortishuvlar, fikr almashuvlar bo'lib o'tardi. Farobiy bu muhitda o'zini topdi. U arab, fors va yunon tillarini o'rgandi. Yunon faylasuflarining, ayniqsa Aristotel, Platon, Galen kabi ulug'larning asarlarini chuqur tahlil qildi. U ilmiy bahslar bo'yicha boshqa olimlarni mag'lub etar, lekin hech qachon kibrga berilmasdi. Ustozlardan biri aytgan: "Bu yigit Aristoteldan ham ko'proq tushunadi, chunki u uni shunchaki o'qimaydi, u uni yashaydi." Farobiy Bag'doddan Damashqqa, undan Iskandariyaga sayohat qilgan. Har qayerda u izlanishdan to'xtamagan. Farobiyning falsafiy qarashlari bugungi siyosatshunoslik va sotsiologiyaga yaqin. U o'zining mashhur Fozil shahar ahli asari shunday yozadi: Agar jamiyat aql va fazilatga asoslanmasa, u oxir oqibat yemiriladi. Unga ko'ra, bu yaxshi davlat boshlig'i, bu din va aqlni uyg'unlashtirgan donishmand. U demokratiya, adolat, bilimli rahbar va ta'lim tizimi haqida yozgan. Farobiy bu g'oyalarni diniy aqidalar bilan emas, mantiqiy va ilmiy asosda bayon qilgan. Aynan shu bois uni g'arb olimlari Sharqning Aristoteli deb atashgan. Farobiy qalamiga mansub asarlar soni 100 dan ortiq bo'lgan. Ulardan eng mashhurlari Fozil shahar ahli, ideal jamiyat haqida, aql ma'nolari haqida risola asari, insoniyat tafakkuri qanday ishlash haqida, Aristotel mantiqining sharhi, g'arbda mashhur bo'lgan ilmiy asos haqida, musiqa haqida katta kitob, ilk ilmiy musiqashunoslik risolasi haqida kitoblari juda mashhur. Farobiy kitob yozganda u faqat g'oya bildirmas, uni asoslab, misollar bilan isbotlardi. Har bir fikr ortida yillar davomida to'plangan tajriba, bilim va kuzatuv yotardi. Farobiyni faqat faylasuf sifatida biladiganlar adashadi. U musiqa nazariyotchisi edi. Kitob Al-Musiqa al-Kabir asarida u musiqa notalari, tovushlar ohangi, ritm va odamga psixologik ta'siri haqida batafsil yozgan. Bu kitob Yevropada 17-asrgacha asosiy musiqa nazariyasi sifatida o'qitilgan. U musiqa nafaqat ko'ngilni ochadi, balki ruhni tarbiyalaydi, aqlni tiniqlashtiradi degan. Farobiy 950-yilda Damashqda vafot etadi. Ammo uning asarlari Bag'doddan Parijgacha, Kordovadan Samarqandgacha yoyildi. G'arb olimlari uni Al-Farabiyus deb atagan. Buyuk faylasuf Ibn Sino uni o'z ustozlaridan biri deb tan olgan. Uning fikrlari hozirgi demokratiya, ijtimoiy tenglik, ilmiy izlanish, hatto raqamli mantiq sohalariga ham ta'sir ko'rsatgan. Bugun butun dunyo uni qadrlaydi, lekin eng avvalo bu yerlik O'rta Osiyolik zot. Bu bizning tariximiz, bizning merosimiz. Farobiy bizga bir narsani o'rgatadi. Agar insonda fikrlash, izlanish va sabr bo'lsa, u dunyoni o'zgartira oladi.
U kamtar edi, lekin chuqur o'ylardi. U yolg'iz edi, lekin daho edi. U o'z zamonasining doirasidan chiqib, kelajak avlodlarga yo'l ko'rsata oldi. Agar siz ham o'rganishga, fikrlashga va orzu qilishga jur'at qila olsangiz, sizdan ham Farabiy chiqishi ehtimoli yuqori. Shu sababli Bilim Box kanali bu kabi buyuk allomalarni yodga oladi. Obuna bo'ling va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ilm yo'lida davom etamiz.